Hemen bile onun İşanç magazininin üstünde 4. etajda acayip kvartiramız satıva çıktı. Kvadrat metrelerim acayip. Yurttaşlar, lokatsiyamız bomba. Favori restoranı, Amir Temur istirahat bağı. Dalşı Urdu bir anda Darital buladı. Zor lokatsiyada bombaca 100% patikli çıkalatda İşanç magazininin 4. etajında. Kuzetiş devam etinle, like'larına basıp beğenle dostlar. Girip obzorunu kılıp çıkamız. Yine yurttaşlar, kvartiramıza yetip geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu giriş kısmımız katta havlu joylarni keyin. Keyin kvadratni tushgan. Kvadrat metrlarni aytib o'tdik yurttaşlar. Dizaynına e'tibor berib kuzatishlaringizni so'rayman. Lokatsiyasini vнимательно tushuninglar do'stlar. Ishonch magazinning usti. Darital, Urdu, yanımız yani Amir Temur istirahat bağı, Dehqon bozor, marshrutka, gaz, suv, svet, maktab, bog'cha hammasi bor. Televizorlarimiz postavkalari kombinatsiyalar qilingan, gilamlar, ipak gilamlar döşelgan do'stlar. Girish qismimizda o'ng tomonda prixoji mebellar mina, shunday chiroyli kombinatsiyalar, katta oynalari bilan do'stlar ko'rishingiz mumkin. Ajoyib etib qo'yibdilar. Bu yerda rakovinamiz ko'rishingiz mumkin. Suv, svet, gazdan muammo yo'q. Spalnimiz, sanuzelimiz, kuxnyamiz. Endi buna mina katta hol yurttaşlar. Nasib etsin aluvchilar, eshitish tizimlarim bor. Patologlarni e'tibor berib kuzatishlaringizni so'rayman. Shuning dizaynda hozirgi последний moda balandligi 4 metr bo'ladi. Havlu joylaring, eshikning ustidan ham ko'rib turibsizlar. Shuncha zazorli, baland. Birolarni ham o'rnatib qo'yibdilar. Daraxtlarni ham ishlaganlar gibizda. Do'stlar. Zalimiz ham keng tushgan, ajoyib ramka uslubidan foydalanilgan. Ajoyib dizaynda perdelar ham asib qo'yibdilar. Patologlar ham high-tech освещениyalar bilan ajoyib chiroyli lyustralar. Do'stlar, gilamlar ham alohida tema. Shu joyimizni olinglar inshaalloh sizlarga xayrli bo'ladi, barakatli, ajoyib katta hovli joydan kam emas. Bu xonamiz spalnya, do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Spalnya mebellarini o'rnatib qo'yibdilar. Shkafi, katta garnituri. Spalnyamiz, perdelar ham osilgan. Dim chotki ishlangan. Eshiklar ham qimmat eshiklardan, zo'r eshiklar. Bu yerda kuxnyamiz bo'ladi. Kuxnyamiz ham maksimal sharoiti bilan ekan bu yerda yurtdoshlar. Endi bundayna kir mashinangiz deysizmi? Gaz plita, вытяжка, особо gaz bor bu yerda. Посудомоечный, кафель, фартук, bundayna blender, so'kazжималка, мясорубканgiz uchun отдельный rozetkalar tashalgan, вытяжкаlar. Холодильник joyini bu yerda bo'ladi. İnşallah bu joyimizni shunday bir katta mebel tashlab bersangizlar, televizorning zonamiz alohida tema. Do'stlar, bir narsaga to'xtalib o'tali. Mulk egasi bilan bog'limiz, xudo xolasa bu joyni kelib ko'ringlar. Lokatsiyasi zo'r, уже so'rab turibdilar. Bundayna sanuzelimizning dizaynini e'tibor beringlar. Ikki tomon отдельный dizaynda kombinatsiyalar qilingan. Unitazi, полотенце сушители, Ariston do'stlar, вытяжка ishlab turibdi. Bedeni rakovinamiz ajoyib освещение aynalar bilan ko'rishingiz mumkin. Kelasizlar, yashab ketaverasizlar inshaalloh. Ajoyib dizaynda zo'r ishlangan joy. Xudo xolasa obunachilarimizdan birine nasib etki deb duo qilamiz. Dilaymiz yurtdoshlar. Bizani qo'llab-quvvatlab o'tirganlar hammangizga Alloh taolo bir yaxshi imoratlarni yetirsin. Bir teplый pol tashalgan ekan. Narxini keladigan sakina ekranda yozdik. Yurtdoshlar, kelinglar, ko'ringlar. Hovli joydan kam emas. Shernikok markazida shagoy dostupmiz. Hamma yeri bor, hamma narsa bor. Do'stlar, olinglar bu joyni, azatib yashanglar. Shu yonboshni o'zim sotganman. Inshaalloh xayrli bo'ladi. Amon bo'ling. Keyingi videoklarimizda ko'rishguncha xayr, yaqinlarga tanish bilishlarga ulashib qo'yinglar. Lokatsiyasi bomba. Salomat bo'ling.